Bizni qabulimizga yangi oila qurgandan so'ng 3-4 oy o'tib, farzandsizlik muammosi bilan men bepushtmanmi deb murojaat qilayotganlar va uyida to'g'ri kelgan idishga urug'ini chiqarib, laboratoriyaga tekshirtirish uchun olib borayotganlar ko'payib ketmoqda. Bu noto'g'ri. Bepushtlik o'zi nima? Bu jinsiy hayot barqaror bo'lib turgan vaqtda, turli xil kontratsepsiya vositalaridan foydalanmagan holatda 1 yil yoki undan ortiq vaqt davomida ayolning homilador bo'lmasligi bilan ifodalanadi. Erkaklar bepustligi umumiy bepushtlikning 35-40% ni tashkil qiladi. Buning sabablari juda ham ko'p. Erkaklar bepushtligini aniqlashda asosiy tekshiruvlardan biri bu spermogramma. Spermogramma topshirishning qoidalari bor. Ya'ni oxirgi jinsiy aloqadan keyin 4 kun o'tib va 7 kundan o'tib ketmagan holatda laboratoriyada alohida xonada maxsus idishga masturbatsiya yo'li bilan urug' chiqarib beriladi. Bu qoidaga amal qilmaslik spermogramma natijasini noto'g'ri chiqishiga sabab bo'ladi. Bu videoni spermogramma topshirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying.